Assalomu alaykum jigarlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan darsimizdan boshlashdan oldingi darsni bir takrorlab olsak. Oldingi darsimizda biz sarlavha tegilarini o'tgandik. Eng katta sarlavha tegi bu H1, eng kichkinasi H6 va matn tegi, paragraf tegilarini o'tgandik. Biz bugungi darsimizni boshlashga tayyor bo'lsak, unda ketdi. Bizada bugungi dars ro'yxat teglar bo'ladi. Bunga kiradigan teglar UL ichida li bo'ladi. Liga misol uchun olma, anor, olma o'chirib tashlaymiz aka. Banan misol uchun-da bular. Misol uchun anchalar. Endi Open Live serverini bosadigan bo'lsak, mana bular ro'yxat teglari deganda ro'yxat bo'ylab chiqib kelyapti. Agar buni biz mana shu copy qilib turib yana bir marta ko'paytirib tashlasak, haqiqatdan ro'yxat teglariga o'xshardi. Mana juda ham ko'p bo'lib ketdi bu. Mana ko'rganlaringni ro'yxat tegiga o'xshadi. Biz sal tartibsizroq teg. Bundan-da chiroyli teg bor. U ham ro'yxat tegi. U OL hisoblanadi. UL bu, OL bu. OL tegini bitta bundoq qilsak, bu raqam sifatida qilib beradi. Endi buni bitta copy qilib turib, boyagidek qilib tayyorlasak, bu raqam sifatida ketib, mana misol uchun 140 mana raqam bo'ylab ketaveradi. Nechta yozganimizni sanolmay qolsak, ana shunga bitta tiqib olsak, 192 ta narsa yozgan ekanmiz. Buni ham o'chirib tashladim va mana Open Live server xuddi boyagi natija ko'rinyapti. Endi biz sal qiziqarsiz bo'lib qoldi, chunki biz faqat matn teglar. O'zi 2 dars o'tdik, shu haqida endi bir veb-sayt kichikroq qilib ko'ramiz. Landing page. Qani ketdi. Mevalar deymizda. Mana mevalar, olma, anor, mana shunaqa. Endi men tagiga paragraf berib, menda 3 xil mana mevalar, menda 3 xil meva bor. Ular olma, banan, anor. Ko'rganlaringdek, sal yaxshiroq bo'ladigan umiddaman. Bundan keyingi darslarda endi asosida mukammal saytlarni skriptini qilishni o'rganamiz. O'zim bir 2 ta saytlarimni ko'rsatib, sizlarga reklama qilib berishim mumkin. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.